xo'jayinim. Turkiyaga xudo xolisa Ostende stasyoniga keldik. Endi Nursema gel. Hozir avtobuslar tomonga qarab ketyapmiz. Aeroportga borishimiz kerak. Aeroportga borish uchun 60 numerali avtobusga minishimiz kerak. Mana bu yerda hammasini ko'rsatib turibdi. Hadi babanın arkasından koş. Nursema. 60 numarali avtobusga bindik. Hozir aeroportga qarab yo'l olyapmiz. Dengiz bor bu yerda. Dengiz bor. Dengiz bor deb yanglishibman, kanal bor ekan. Dengiz bunaqa kichkina bo'ladimi deyapti. Chunki meni xo'jayinim o'zi dengizlar mamlakatidan kelgan, Turkiyadan. O'shaning uchun kulyapti. Dengiz shunaqa bo'ladimi deb. Aeroportga yetib keldik. Herkes o'ziga kerakli narsani topib oldi. Nursema o'ziga kerakli narsani topib oldi. Xursandmisan Nursema? Aeroportdamiz. Kutyapmiz hozir. Ochishni pasportlarimizni beramiz. Nursema sana ne verdiler uçakta? Nursema'ya kalam verdiler. Boyayacak mı? Hadi yap. Oo, ne güzel. Hozir qizimni pampersini almashtirmoqchiman. Pampersini almashtirish uchun erkaklar hojatxonasiga kirib almashtirishim kerak ekan. Nima degan gap bo'ldi? Gel Nursema. Yo'q. Hech bu tomonni sevmadim, Yevropani. Ayollar bilan erkaklar bitta xonaga kirishi mantiqlimi? Va nihoyat Turkiyaga kelib oldik. Allohga shukr, eson-omon. Nursema. Hozir bagajimizni olishga ketyapmiz. Bagajimizni oldikdan sonra inshaalloh ovqatlanamiz. Ovqatlanib Gostinisaga ketamiz. Antalya aeroporti. Oldin ko'plashib keldik, endi oilaviy bo'lib keldik. Va nihoyat Antalyaga yetib keldik. Hozir otel bron qilganmiz. O'sha yoqqa ketamiz. Nursema kel. Nursema chamadonni olib ketishga harakat qilyapti. Yevro pulimiz bor. Uni TLga almashtiryapmiz. 1000 yevromiz hozirgi kunda 51.600. Anor suvi ichyapti Nursema, toza. Anor suvi. Suv qo'shilmagan. Ha, Nursema? Mazaq Antalya ko'chalarida aylanyapmiz. Havo harorati juda go'zal. Shu tepada mevalar bor. Mandarinlar var, mandarin. Juda güzel. Biz geldik odamizga. Wow. Nursema. Wow. Nursema, wow. Kim bu? Nursema mı bu? Balkon var bir yerde. Antalya deganda ko'z oldimizga nima keladi? Chiroyli bo'lgan dengizlar, havosi go'zal, yerlar, daraxtlar. Wow, maşallah. Çok güzel.
bunaqa go'zallikdan keyin asablar, stresslar, hamma narsa yo'q bo'ladi. Qanaqa chiroyli, xuddi ertaklardagidek. Vau, вообще chiroyli. Ko'z bilan ko'rsangiz umuman boshqacha. Güzellik.